Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kunlar bo'lsin. Saydislom akajon, yaxshimisiz? Sog'misiz, salomatmisiz? Xonadonlar tinchmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Xudoga yaxshi, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Allohga shukr. Akajonim, biz Toshkent viloyati Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on qishlog'ida bir juda ham chiroyli, quvonchli kunni daragini oldik. Ayyom kunlar muborak bo'lsin akajon. Rahmat. Allah razı bo'lsin. Shukronalik kuningiz. Robbim Allohimga chiroyli banda, Habibimiz Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummatlari safiga qo'shilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Rahmat sizga ham. Alloh razı bo'lsin. Toshkent viloyati Bo'ka tumanida ob-havolar qanday? Yaxshimi? Yaxshi. Bugun o'zgacha kun, quyosh boshqacha charaqlab turibdi akajon. Biz Hasanov Saydislom akamizning quvonchli kunini daragini oldik. Ilohim beozor qalbingizdagi hamma niyatlaringizga to'la to'kis erishib yuring deymiz akajonim. Rahmat. Bizlar esa Telegram tarmoqlaridagi shodiyona kuningizga tilaklar radio efirimizga aynan sizga atalgan juda ham chiroyli bir dilxatni qabul qilib oldik. Avvalambor otajonimiz Turobjon dadajon umrlari uzoq bo'lsin. Onajonimiz Jamilaxon onajonimizni ham umrlari uzoq bo'lsin. Va sizning yoshingiz 100 ga yetganda hoji ona, hoji ota bo'lishib, uylarni to'rda savlat to'kishib, sizni duo qilib yurganini guvohi bo'laylik akajon. Ilohim aytganingiz kelsin va bu maktubni ichida esa albatta sizni tabriklayotganlar Dilnozaxon, Adhamjon ismlariga ko'zimiz tushdi, adashmasak, singlingiz hamda kuyovlaringiz ukajonlaringiz Saydolimjon, Saydahatjon, kelinlar Zilola oy, Zamira oy, ahliyolingiz Munisaxon, jiyanlar, jigarlar hammalari sizni tabriklashmoqlar. Va sizga atalgan maktubni qay birlari yozdi ekan? Qani bir taxmin qilib ko'ringchi, topalar ekansizmi akajon? Onam. Mashalloh. Onajonimiz bundan 42 yil muqaddam sizni dunyoga keltirib, shunaqa chiroyli, xursand bo'lib, sizni bag'rlariga olib, munchoqdek ko'zlaringizga qarab xursand bo'lganlar. Va onajonimizni ham bugun tavallud ayyomlari, to'g'rimi? To'g'ri, rahmat. Keling, bu maktubni o'qib berishdan oldin onajonimizni siz bir chiroyli tabriklab bersangiz, maylimi? Onamni chiroyli tabriklab bering deyapti. Onam uzoq bo'lsin. Onajonimizni o'zi boshimizda vaqtimizda bosh bo'lib, otamizga mana shu nima qilgan bo'lsa hammamizni tushuntiradilar. Nima hammasini bosh bo'lganiga rahmat deyman-da, tinchalik. Ilohim aytganingiz kelsin. Doim onajonlarimizni umrlari uzoq bo'lsin otajonimiz bilan birgalikda. Keling, unda bu maktubni biz Dilnozaxon Jalolova nomlaridan o'qib bermoqchimiz. Kimingiz bo'ladilar? Keyin bo'ladilar. Sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Maktublarini o'z qo'llari bilan yozibdilar. Ijozat bersangiz unda boshladik o'qishni, maylimi? Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum, men uchun qadrli bo'lgan jigar go'sham, jondan va aziz akajonim, qadri baland akajonim, doim menga to'g'ri maslahatlar bergan, u to'g'ri, bu noto'g'ri deya yo'l yo'riqlar ko'rsatgan, doimo bizga hayotning o'ng tomonini o'rgatgan mehribonim akajonim, qalqonim akam. Allohim bergan otam sifatidek mehribon otajon bo'la oladigan va onamning mehrini ham tuta oladigan qadri baland akajonim. Bugun o'zgacha kun. Ahloilamiz bilan hech qachon unutmagan holatda nishonlaymiz. Bir dasturxon atrofida nishonlashlik yana va yana nasib ro'z aylayversin. Ilohim shukronalik kuningizga yana bir bahorni qo'shib bergan Allohim sizni sog' salomat asrasin. Mana yana bir yilga ulg'aydik va Allohim shu umringizga chinor daraxtidek umrlarni mustahkam, baquvvat, uzoq umrni qo'shsin. Ilohim kelinoyjonim bilan birgalikda qo'sha qarib, farzandlaringizning rohatini rohatlarda ko'rib, mening hoji akam bo'lib yurganingizda ham mana shunday yaxshi niyatlarni yo'llaylik. Farzandlarimizga esa doimo ahli islomdan va chiroyli umrdan
o'rnak bo'lib, chiroyli nasihat berishdan aslo charchamang. Akajon, yoshligimda ham sizni borligingizga quvonib, siz bilan faxrlangan ekanman. Hozir ham sizning borligingiz menga g'ururning eng balandini bera oladi. Maqtanganim ham sizsiz, suyanganim ham sizsiz akajon. Ilohim baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Akajonim, beozor qalbingizga hech kim ozor bermasin. Doimo baxtli bo'lib yursangiz, bizga mana shuning o'zi baxtdir. Akajon, bizga suyanch tog'imizsiz, zabardast qalqonimizsiz va biz sizni borligingiz bilan faxrlanamiz. Akajon, akalar ham otalardek zot bilsangiz, tinch yashaydi doimo kulib yursangiz. Joni og'rir agarda betob bo'lsangiz, akalarni o'zing asra ey Allohim. Ortingizdan otangizdek izlab yurar, hijolatdan qalbi titrab bo'zlab yurar. Qo'llari ko'ksida doim kuyovlarni sizlab yurar. Akalarni o'zing asra ey Allohim. To'y qilsangiz to'ylab borar toy qo'lida. Avf etilar bug'doy bossa ham yo'lida. Singlisini so'raydilar farishtalar o'ngi so'lida. Akalarni o'zing asra ey Allohim. Belida belbog'i bor g'ururlari baland tog'dek. Bepoyondir bag'ri gullab turgan bog'dek. Suyishadi singlisini ko'kda mohdek. Akalarni o'zing asra ey Allohim. Yursa tursa joy namozda qilar duo. Umr bergin deydi aslo qilma judo. Bolalar ber chopib yursin deydi Xudo. Akalarni o'zing asra ey Allohim. Akajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Hurmat bilan singlingiz Dilnozaxon Jalolova bo'ladilar. Rahmat jon. Rahmat. Said Islom akajon, barcha jigarlarga ham bir yaxshi niyatlaringizni yo'llab bersangiz, bir necha daqiqadan so'ng bu suhbatimiz siz uchun jigarlar guruhida jaranglaydi. Rahmat. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin, tana joningiz sog' salomat bo'lsin. Kulib yuring, sizga kulib yurish juda ham yarashadi. Ushbu go'zal tarona Hasanov Said Islom akamiz uchun singillari Dilnozaxon nomlaridan yo'llab qo'yamiz. Aka qo'lingizni